Dvoyka so'ragan opalarimizga akkuratniy zo'r dvoykamizdan tavsiya qilamiz. Materiallashi skatushka bo'lmaydi, cho'zilib ketmaydi. Oldida toshlariga ham ahamiyat bering. Juda ham zo'r qilib yopishtirib qo'ygan toshlarni ham akkuratniy, birorta ham kamchiligini ko'rmaysiz. Yenglarning uchlariga ham, yenglarning yonlariga ham juda ham chiroyli qilib, zo'r qilib yopishtirib qo'ygan. Mana yenglarning uchlariga ham ahamiyat beringlar. Dizaynni ham zo'r qilib yorib qo'ygan mana. Bemalol maza qilib kiyib olsanglar bo'laveradi. Uzun kaltaligi, keng tolligi juda ham zo'r. Razmeri standart bo'ladi. 46 dan bemalol 56 gacha xarid qilsanglar bo'ladi. Shimlari klot bo'ladi. Uzun kaltaligi juda ham zo'r holatda, materiallari zo'r, sinaldi, xudo xolasa, bexijolat narsa. Buni endi boshqa rangidan so'ragan opalarimizga mana qorasini ham tavsiya qilib qolamiz. Qorasi ham sanoqli qoldi. Xudo xolasa oldida toshlariga ahamiyat beringlar, yenglariga ahamiyat beringlar. Juda ham kamzillar bilan o'zini kiysalar ham juda ham chiroyli turadi. Uzun kaltalik, keng tolligi juda ham zo'r holatda. Xudo xolasa sanoqli qoldi. Obuna bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang. Agar kimgadir mana shunaqa do'koningizga yo tanish bilishingizga dvoyka yoqtirayotgan bo'lsa, skromniy, zo'r, chiroyli, hamyonbobidan, ishonchligidan kerak bo'lsa, bemalol jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. BTS pochta orqali jo'natmalarimiz mavjud. Pastda telefon raqamimizni yozib qoldiramiz. Biz bilan bemalol bog'lansanglar bo'laveradi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizga obuna bo'lishni va kuzatishni unutmanglar.